Attanlar qizlarga bergan eng cho'ng yulash, pul berish, o'qitish, uy ip berishdan sirt yana munda necha xil yulash usuli bor. Birinchisi, kayfiyat turaqliq. Bir kayfiyat turaqliq oilada cho'ng bo'lgan bolaninki bexatar tuyg'usi shunchalik to'liq bo'ldi. Bo'libmi qiz bola? Kayfiyat turaqliq ota-ona bolaga bergan mehr muhabbat bolaninki eng cho'ng kuchi bo'lib, dunyo bilan raqobat qila oladigan jurti bo'ldi. Ikkinchisi, xatolik o'tkazsa hech narsa bo'lmaydi. Bolalarimiz uturitidigandan baq qo'qaydi. Bu hargizmi bolangizning iqtidori yo'q emas, balki bolangiz xatolik o'tkazgandan qo'rqaydi. Chunki bir xatolik o'tkazib qolsam, siz qayt deysiz, vaqiraysiz, tillaysiz, xalqning oldida suksiz. Shunga bolangiz xatolik o'tkazgandan baq qo'rqib ketdi. Eng oxiri hech qanday ish qilmaydigan bo'lib qoldi. Haqiqiy yulash hargizmi bolangiz xatolik o'tkazsa qat'iy bo'lmaydi emas, balki bolangiz xatolik o'tkazgandan qo'rqmaydigan bo'lish kerak. Uchinchisi, ko'zni ichish. Qizinglarni jixyalarga opiringlar, jiq o'qitinglar, yaxshi paranglarni qilib beringlar. O'zingizning beshida o'tgan issiq sovuqni balangizga deb bersangiz bo'laverdi. O'zingizni maqtablam emas, o'zingizniki xato mangan yo'llaringizni balangizga cho'qim deb bering. Chunki sizning ashu bir qitim xatolikni o'tkazganingiz balangizga nisbatan bir qitim yaxshi tajriba bo'lib qoldi. Balangizga ani qiling, mani qiling deb o'zingiz tanlab bermay, tanlash huquqini balangizning o'ziga bering. Bo'lib cho'ng bo'lib qolgan chaqda masalan qanday kasbni tanlash, qanday muhabbatni tanlash, qanday xizmatni tanlash, eng oxiri qanday yo'lni menish. Huquqni balangizga qaytarib bering. Chunki u sizning hayotingiz emas, balangizniki. To'rtinchisi, mustaqillikni yetildirish. Biz hargizmi bolamiz bilan bir umr o'tamaymiz. Ular cho'ng bo'ladi, o'zininki ong saviyasi o'rganish orqali bara yuqurlashadi. Biz burunqi o'rgangan bilimlar bilan hozirgi bolani tarbiyalagili bo'lmaydi. Siz hozir bolangizning topshirig'ini ko'rib qilgan, qancha sinfdagi topshiriqni siz yoza olasiz. Shaxsan men Bernaniki 5-sinfdagi topshiriq kelgan chaqdalam bardash beramagan. Uning ustiga sizning bolangiz hozir biz o'qimagan dasholarda o'qiyotdi. O'qimagan kasblarni o'qiyotdi. Biz ko'rmagan narsalarni ko'ryotdi. Nurg'un ilg'or ma'lumotlarning qo'lda o'qiyotdi. Sizlarning balanglar bizdan o'tma, hargiz bundaq emas. Hozirgi bolalar bek aqlli. Shungashqa haqiqiy yulash eng zo'r darajada balangizni erkin qo'yitish.